Xo'p, короче, mana pulni oldim. Pulni olgandan so'ng mana uyni kaliti. Xo'p, uzr, yana oldim. Mana uyni kaliti. Mayli bo'lmasa, yaxshi savdo bo'ldi. Men bularni o'z olib tayyorlaysiz, bo'lmasa men ketdim. Mayli, zo'r savdo bo'ldi. Xayr. Bo'ldi, xayr bo'lmasa men ketdim. Короче, savdomiz ham tugadi. Aytmoqchi bolalar salomlashim mumkin. Yo, hammaga salom do'stlarim, bugun sizlar bilan yana Arrogant do'stlarim va yana sizlardan bir uzr so'ramoqchiman. Uzoq vaqt yana ketib qoldim do'stlarim. Hech shu video olishga vaqt topa olmayapman. Nega? Chunki sizlar obunani ko'paytirmayapsizlar. Bolaman juda ham ko'p YouTube'ga har kuni qarab tushaman. Qarab ketyapman do'stlarim. Bizlarni ko'rayotgan odamlar ko'p ekan, lekin obuna bo'layotganlar afsuski kam ekan. Do'stlarim, shu yoqqacha videolarimni ko'rib obuna bo'lmagan bo'lsanglar, hozir bunga kirib obuna bo'lib qo'yishlaringga vaqt bor. Va do'stlarim, obuna bo'lib qo'yamiz. Bo'lmasa videomizni boshladik. Xullas, mana do'stlarim, hozir hayron bo'layotgan bo'lsanglar kerak, chunki men bu odamga uyini sotdim. Короче, buni o'zi muammolar bor edi, bolalar. Xo'p, nima desamkin? Xullas, endi uyda baribir ham pul to'lash kerak. Svet, gaz, suv deganday, короче, militsiyami? Ishqilman. Yo'q, vaqt tekshirmasa kerak. Har holda nima bo'lsa ham mayli, qurol magazinni kerak. Xo'p, kalit. To'xta, mani ko'rmadi-ya. Mayli, bo'lmasa ichkaridan qulflab qo'ysam, hop, bo'ldi, yaxshi. Endi kirolmaydi. Xo'p, bu yerda hamma narsa joyida, qurollar va bu yerga ozgincha o'zgartirish kiritdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Oldingi videolarimda ko'rgan bo'lsanglar, agar bizlarni hozir yangi kuzatayotgan odam bo'lsangiz, meni kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar, bo'lib qo'ying va ko'rishingiz mumkin o'tgan qismni. Короче, manbada mashinam kaliti va nasram. Pullarni qaranglar, bolalar. Uyimni shuncha pulga sotdim do'stlarim va kassaga qo'yib qo'yamiz. Hammasini bittalab. Boyanma dedim aytmoqchi. Xullas, shu uyni suv, svet, gaz degan narsalar to'g'risini aytsam bosh og'ridi bolalar. Menga bularni to'lash yoqmaydi. Boya o'zi bugun to'lab kelishim kerak. Xo'p, bo'lmasa kompyuterni yoqib ishni boshlaymiz. Короче, kompyuterim yondi. Xo'p, mayli, bo'lmasa men boshladim. Uyqum kelib ketdi. Voy, soatni ham qaranglar, уже 12 bo'lyapti. Hech qanaqa kiyimadi ham shu yoqqacha telefonimni olib qo'yay. Balki kelib qolar, mayli, kutamiz bolalar, kutamiz. Sabr qilamiz va birorta odam balki buyurtma berib qolar qurolni. To'g'risini aytsam do'stlarim, qurol sotib olish juda ham sekin bo'ladigan ish do'stlarim. Qurolni chunki hali odam sotib olmi. Eshikni kimdir ochdimi? Yo'q. Короче, bular qurolni ko'p kishi sotib olmaydi. Chunki bilasizlar, qurol endi ovqatchalik yo bironta resurschalik zarur narsa emas. U faqatgina kerak bo'ladi sizlarga. Bironta narsa jang qilayotgan paytlaring yo masalan muhim ish chiqib qolsa, короче, o'zingizlar tushunasizlar shunaqa narsalar. Xullas, qurol unchalik ham zarur emas. Shuning uchun do'stlarim, o'zim o'ylab qoldim, bu ishim o'zi to'g'rimi yo bilmam, yana ham qurol sotganman, yana biron kun shuni orqasidan rasol qolmasam bo'lgani. Shunaqa gaplar do'stlar. Qurollar to'g'ri buyurtmalar oxirgi kunda juda ham kam. Chunki ham qurol juda ham qimmat va o'zingizlar tushunasizlar, короче, tushuntirishni shartmaslar bor. Qon oshib ketdi, o'zi habitlar ham oshibdi. Ovqat yo'qmi? Va ovqat yo'q. Borimiz ovqat topdi. Acımı şimdi geldim. Yok bu. Bizim bulanlar 3 tarafları. Kaçın gittim mesela. Hop. Ne yapacağım? Dedim sonra olacak. Soğuk bulat bir ömrü. Şimdi karşısına koyayım. Burada
Mashirada bir ovqat sotadigan joylar bor. Ha? Nima qilsam? Stivdan ovqat olsam, salom Stiv, yaxshimisan? Nima qilyapsan? Hali ovqat sotib o'tiribsanmi? Do'kon keldingmi? Ovqat olasanmi? Biror nima beraymi? Bugun yomg'ir kun bo'lar ekan, Stiv, lekin bilmagandim to'g'risi. Mana to'g'risi kutmagandim. Yomon chaqmoq chaqyapti rostmi? To'g'ri aytasan. Biroz juda ham chaqmoq chaqyapti. Ichkariga kirsam bo'ladimi? Mayli, kelaver. Yani kozing ekan, Stiv. Kozing nima edi? Короче, inglizcha nima desam tushunamda. To'g'ri aytasan, mani kafecham to'g'ri ovqat sotadigan joycham rostdan judayam shinam. Xo'sh, o'zi biror nima olgani keldingmi? To'g'risini aytsam, qornim ochib ketdi. Qara, soatam 3:30. Yomon qornim g'ildiryapti. Menga birorta yaxshiroq ovqat taklif qila olsanmi? Cheeseburger, gamburger, pizza, qaysi birini xohlaysan? Rostdan ham ishtaham ochyapti. Mayli, bitta cheeseburgerni necha pul turadi? $15. $15. Mayli, menga ikkita bera qol. Yana $3 nimadir bormi? $3 xo'sh, chupa chups bor. Chupa chups, hazil qo'ysangchi, mayli. Biron kun pulim yetmasa mana ola qol, senga $33 chupa chups yesa kerak yo'q. Shunchaki menga ikkita cheeseburger ber. Mayli, mana ola qol. Qani o'pta yaxshi, mana. Nima qarayra do'stlarim. Mayli, senga rahmat deb. Mayli, yana ketdi. Men ketdim o'sha. Cheeseburger bor. Uyga ketdim. Korchi o'sha magazinga borib. Chop. Yomg'ir qolib ketdim. Chopish kerak, bolalar, chopish kerak. Imam yaramaslar mayli. Nima qilyaptilar? Xullas, o'zi birikta gapirishayotgan. Mayli. Muncha sovuq. Uchkim shalab bo'lib ketdi. Jimirson, laptopni o'chirishdan chiqdi-yu. Mayli. Mayli, mana cheeseburger bo'ldi. Shuni oxirigacha mazza qorin to'ydi-yu. Bittasi o'zi qorin to'yib qolar, yana bir so'z solib qo'yamiz bolalar. Mayli. Endi esa o'tirib biroz dam olsam, kelmadi-yu bo'lsa. O'zim dam olay. Voy, kimga telefon qilyapti? Mayli, o'tirachi. Alo, bu qurol magazinimi? Bu qurol magazini, adashmadingiz. Bironta qurol zakaz qilmoqchimisiz? Albatta, menga qurol kerak edi. Xo'sh, qaysi qurolni zakaz qilasiz? Menga xo'sh, o'zi qanaqa qurollaringiz bor? Qurolmi? To'xtab tursangiz. Xo'p. Qarang, bir boshdan aytib chiqaymi? Yo'q, bir boshdan aytishingiz shart emas. Men o'zim hozir nomini aytdi. Bitta revolver bilan bir nechta o'qlarni olib chiqsangiz. Yaxshi eshitilmadi-da. Yomg'ir yog'yapti bizda hozir. Bitta revolver va bir nechta o'qlari, ya'ni 16 ta o'q. Shular yetar menga. Mayli, bo'lmasa bitta revolver va mayli. Hayır, bo'lmasa sig'inib qo'ying. To'xtang. Lokatsiyani qayerdaligini aytmadingiz-ku. Lokatsiyani to'xtang. O'zim turgan joyda aniqlab olishim kerak. Mayli, bemalol aniqlashingiz mumkin. Aniqladingizmi? O'sha katta binolarning oldidagi magazinning tagida. Mayli, hozir boryapman. U yerda sizni qanday ayta olasizmi? Bir turdan tutaman. Shunchaki o'zingiz boqolasiz. O'sha bo'lgandan keyin o'zim chaqaman. Mayli, bo'lmasa,
mayli yana bir buyurtma oldik. Bir necha kunlardan so'ng mana bitta revolver. Xo'p, buni o'qqa uyarib emas. Shunchasi. Ha, mana shu. 16 ta dedim. Neyse, bittadan 16 ta oldim. Qo'yib. Xo'p, do'stlar, mana revolverni oldik. Endi esa bossak bo'ladi. Xo'p, mayli revolverni olganmiz. To'xtanglar, o'zim bilan bir qurolimni olay. Endi bilib bo'lmay bolalar, har doim o'zim bilan qurol olib boraman. To'xtanglar, revolver qanchalik esimda yo'q. Shuning uchun bir tekshirishim kerak. Xo'p, revolver, 400 ekan. Mayli, 400. Xo'p, bo'lmasa men ketdim bu. Men bu magazin deganda buni o'zim ham tushundim. Men bu yerda magazinimiz bor bizning. O'sha yerda. Короче, men bu hali shu yerda o'tiribman. Mana do'stlar, mana shu yerda o'zim magazin bor. Xo'p, bo'lmasa o'zim keldim. Mana magazin. Mana. Bu yerda tuda bor ekan. Qaysi biri bo'lsa? Man, kelavering. Qaysi biri? Man. Sizmi? Masa men hozir sizga yo bu yerda gaplashmaymiz. Ko'ring, orqamda o'sha yerda gaplashamiz. Mayli, bo'lmasa video pauza qilib turay bo'ladi. Bo'ldimi? Shu yerdami? Berishingiz mumkin. Qani, revolverimni birinchi. Revolvermi? Mana, hozir ko'rib tursiz. Mana, o'qlarni mana hozir. Xo'p, mana endi pulni bersangiz. Pulni mana olishingiz mumkin. Qani? Hoppa, mayli oldim mana. Yaxshi. Xo'sh, bo'lmasa qurolni tekshirib ko'rishingiz mumkin. Otadi, faqat bu yerda tekshirish maslahatini. Mayli, bilaman. Endi ketishingiz mumkin. Mayli, qurol uchun katta rahmat. Mayli, arzimaydi. Bo'lmasa men ketdim, yana savdolashib turamiz. Mayli. Aytmoqchi, men bitta o'zimizda so'rovda bemalol so'rashingiz mumkin. Qurolni sota olganingizni so'ramoqchi edim. Endi so'ramasam bo'lmaydi-da. Bironta yomon ish chiqib qolishi mumkin. Keyin momoga aralashib qolish oqlanadi. Qurolmi? Bir ikkitasi quyid hisobot o'ynashga. Mayli. Men ketdim bo'lmasa. Salomat bo'ling, yana savdolashib. Faqatgina shu uchun olasizlarmi qurolni? Bir foydaliroq narsalarga olmaysizlarmi? Mayli, bo'lmasa faqat qurolni. Bugungi kunimiz ham o'zi tugayapti bolalar. Bittagina qurol sotdim bugun. Lekin normalni bildim. Qolganini mana bu yerda qo'sham bo'ladi. Kassa pul deng qizil bolalar. Buncha pulni qoldirasiz. Yurib taxminan endi bilmayman qancha pul bor. Lekin bitta uy sotib olishni yutadi-da. Prosta uy sotayam kelyapti bolalar. Nima qilishimni maslahat bera olasizlarmi sizlar? Do'stlar, nima qilib mana shu o'zi qurol magazinini ham sotmoqchi bo'lib yuribman. Chunki o'zingizlar ko'p turibsizlar. Kam pul keladi bu yerdan. Xo'sh, shuning uchun qurol magazinini sotib, o'rniga bir boshqa ochmoqchiman. Bir biznes boshlasam ekan deb qo'ydim. Shuning uchun do'stlar, kommentga kirib yozib ketinglar va biznes boshlashimni. Короче, o'shanga qarab shuni qilaman. Mana sizlarning fikrlaringiz menga juda ham muhim. O'zini aytsam. Va do'stlar, albatta obuna bo'lib videoga like bosib qo'yish eng asosiysi, esingizdan chiqmasin mana shu narsa. Xo'p, mazza do'stlarim, videomiz ham o'z oxirlariga hali yetgani yo'q. Hali yana bor do'stlarim. Mayli bo'lmasa davom ettiramiz. Kech bo'ling. Men qiziqman, qiziq. Uxlashga joymi? Kech bo'ldi. Yomg'ir ham qolmadi. Mayli. Uni o'chiray, mana soat mana 7:30 bo'ldi. Hop, o'chiramiz. Laptopni ham o'chirdik, bo'ldi. Shu stolchaga bir o'tirib olib uxlasam ekanmi? Qani. Noqulayda joylashgan. Netsam ekan.
Hop, qurolni namuncha so'qqa. Qani? Yaxshi bo'ldi. Qornim ham ochdi, kechligimni o'zimcha qilaman. Do'konni uxlayman, endi boshqa ilojim yo'q. Qani, ma'lumasi. Masa soat ham 9ga yaqinlashdi. Masa ertachiroq uxlayman, masa ertaga bir ish qidirishga boraman. Odam qidirishga yuramiz do'stlarim. Bu yerda sotishim kerak tezlashtirib. Masa uxlaymiz. Masa uxlayman. Donqot uxlabman o'zim. O ertalab bo'pti-yu. Va hammaga yana bir bor salom do'stlarim. Va ertalab ham bo'ldi do'stlarim. Nima qilmoqchiman? Aytmoqchi, bugun men bu yerda sotishga odam qidiramiz, do'stlarim. Mayli bo'lmasa tezlashtiraylik, vaqtni sotish kerak. Xo'p, короче, telefonimni olganman. Ovqat ertalab bo'lib qorni ochgan. Ovqat olib kelay, bir do'stlarim bor, Steve'dan ovqat sotib olamiz. Bu yerda ochay. Bo'lmasa Steve'ni olay boray, masalan. Oppa. Sen bu yoqqa keldi. Voy, menga gapirdingizmi? Ha, senga gapiryapman. Tezlashib olmay kel. Nimadir muammo chiqdimi? Aytsachi, amaki. Aragonmi san isming o'zi? Ha, men ismim Aragon. Nima qildi? San to'g'risini aytsam Aragon, men to'g'risini aytsam adashib ketyapman, uzr. Xullas, menga sen uchun bir nechta ogohlantirishlar bo'ldi, Aragon. Qanaqa ogohlantirish, politsiyachi amaki? Короче, Aragon, men sendan hamma narsani bilaman, xabardorman. Men bu yerda qurol magazinim bor, shundaymi? Qurol, buni qayerdan bilasiz? Axir siz, iltimos meni qamamang, iltimos. Men o'zi bu yerni bugun sotishga odam qildirish uchun chiqdim hozir. Qo'rqma, men seni qamamayman, shunchaki senga nima desam ekan? Jarima ham tortmayman. Seni shunchaki ogohlantirmoqchi edim. O'zingni kallang ishlab qopti-ku. To'g'risi, meni iltimos, amaki bundan xabaringiz yo'q deb o'ylaychidim. Xullas, Aragon, bu yerdan sen tezroq bu magaziningdan qutulishing kerak. Boshingga bitgan balo bo'ladi bu magazin seni. Yo'q, chunki bir nechta militsiyachilar seni surishtirib yuribdi. Bu yerda bir ikkitalarga qurol sotgan ekansan. O'shalar otishma qilgan va короче juda ham yomon narsalar sodir bo'lgan shaharda. Yo'q, bularning hammasiga men aybdorman deb o'ylaysizmi? Albatta, hammasini tayida sen turibsan. Ularga qurol sotmaganingda bunday bo'lmasdi. Yo'q, mayli bo'lmasa ogohlantirish uchun rahmat. Lekin ehtiyot bo'l. Agar militsiyachilar seni ertachiroq bo'lib qolsa, yana ham bilmadim. Ertachiroq ketishing kerak. Hozirning o'zida ketganing ma'qul. Chunki seni o'sha yerlarda yana bir militsiyachi yuribdi. Agar seni qamab yuborishi mumkin. Yana ham bilmadim. Yo'q, mayli, ogohlantirishingiz uchun rahmat. Arzimaydi, borishi mumkin. Rahmat. Bola. Voy, yaxshi ham ogohlantirdim, amaki. Mosa hozir qamalib ketgan. Voy, bola, tezlashtirib sotmasak bo'lmaydi bu yerda. Xo'p, mayli bo'lmasa. Steve to'lay boray. Steve, salom, yaxshimisan? Aragon, keldingmi? Ovqat olasanmi? Ovqat olmoqchiman, oldinga kiray. Bo'lmasa, xo'p. Mayli. Steve, do'stim, yaxshimisan? Aragon, qalaysan? Qani bir ko'rishib qo'y. Xo'p, mana yaxshi. Xo'p, Steve, короче, qara, ertalab bo'lgan, qara soat 9 bo'lyapti. Meni qornim och ketdi. Eng zo'r ovqatlaring menga taklif qil ertalab uchun. Senga nima taklif qilsam ekan? Bironta ichimlik xohlaysanmi? Albatta. Mayli, men senga bo'lmasa taklif qiladiganim olma sharbati va mayli, senga ertalabga yaxshiroq ovqat bo'lsa, tuxum bilan go'sht taklif qilgan bo'lardim va bitta tort ham. Yo'q, yomon emas-ku. Mayli, men senga xo'p, qancha bo'ladi shularni hammasi? Xo'p, hozir hisoblasam, bir staku 10 ta bo'lar ekan. Yo'q, unda bo'lmasa
Xo'p, bir stak un topsam mana. Jinursin. 13 top qoldi. Mana olishi mumkin. Xo'p, mana sana ovqatingni olishi mumkin. Qani, hop, mana oldim. Mana ovqatlarni qaranglar do'stlar. Mayli Steve, senga rahmat ovqat uchun. Men ketdim. Mayli, yana kelib tur. Sen bilan yaxshi savdo qilyapmiz. Aytmoqchi Steve, senga bitta savol bermoqchi edim-da. Xo'sh, bemalol berishing mumkin. Stolga o'tirib ol xohlasang. Rahmat. Qara, men hozir meni ham bitta qurol magazinim bor-da. Bilaman. Shu qurol magazinimdan bir balolar yo'liqib qolmasligi uchun bugun sotyapman. Yo'g'i, rostdanmi? Ishonching komilmi? Yana bir pul topolmay bo'lmish bo'lib qolmagan. Bunisi ham to'g'ri, lekin qara, seni ham mana bunaqa joying bor. Bu yerda ovqat sotasan-a? To'g'ri, ovqat sotaman. Короче, mana shu kuniga qancha odam keladi, shuni ayta olasanmi? Taxminaki 10 tadan sal kamroq. 10 tadan kam. Yaxshi-ku. Ular nima, ko'p ovqat oladimi yoki kammi? Ko'pincha bu yerdagi odamlar mendan ko'p narsa sotib oladi, chunki ularga albatta yangicha taomlar juda ham yoqadi va mening ularning aytishicha men pishirgan taomlar juda ham mazali emish. Yo'g'i? Rostdan ham sen pishirgan taomlar menga yoqadi, Steve. Rahmat. Unda sen ham men bilan ishlamoqchimisan? Shuni nazarda tuting. Yo'q, men ham shunaqa bir kafemi, magazin ochsam ekan deb o'tiribman. Bolalardan ham so'ram. Xo'sh, bolalar sizlar nima deysizlar? Xo'p, Steve, sen ham aytib qo'y bolalar, men maslahat bergan bo'lardim. Bolalar, sizlar ham aragonga to'g'ri sizlar maslahat beringlar. Men yaxshi maslahat chiqmayman-da. Do'stlar, mayli bo'lmasa, mayli Steve, shu gaplaring uchun ham rahmat. Bo'lmasa men ketdim. Seni ham savolga tutdim. Hech qisi yo'q, yana ketdi. Mayli. Xo'p, endi esa odam qidirishim kerak bu yerni sotishga. Ana bu yerdagilardan borib so'rasammikan? Bu yerda bir nechta bolalar bor ekan. Xo'p, mayli boraychi oldiga. Bolalar, hammaga salom. Sizlar bilan bir ikkita gaplashmoqchi edim-da. Gaplashsam bo'ladimi? Mayli. Короче, bolalar, oralaringda bironta magazin olishga da'vogar yo'qmi? Sen kimsan o'zi? Menmi? Men shu yerlarda yashayman. Nima, qanaqa magazin haqida gapiryapsan? Magazin anaqa nima desam, qurol sotadigan. Yo, xudoyim, sen qurol sotadigan magazining bormi hali? To'g'risini aytsam, g'alati gapirayotgansan-a? Unga e'tibor berma, u shunday gapiradi. To'g'ri aytibdi, shunday g'alati gapirar o'zi. Lekin bizning aramizda qurol magazinini sotib oladigan hech kimni puli yetmasa kerak bunday magazinga. To'g'risini aytsam, bunchalik ham ko'p pulga sotmayapman. Shunchaki necha pul desam ekan, o'rtacha qurol magazinining puli necha pul kim biladi? Men bilaman-da o'shani. Senmi? Men o'rtacha qurol magazin puli juda ham qimmat turadi. Xo'p, necha pul desam ekan, 50 millionlar atrofida. Yo'q, xudoyim, shunchami? 50 mana qaranglar, 10 millionga sotyapman men o'sha yerni. 10 million. Tasavvur qilasizlar? Nima, seni toming ketib qolganmi? Voy bilyat, sen rostdan ham aqldan ozgansan. Nima? 10 million. To'g'ri aytsam, menga unaqa magazinni ortiqcha kerak yo'q uchun. Voy, rostdan ham sen toming ketib qolgan ekan. Mayli, men urinib ko'raman pul topishga, lekin 10 millionga qurol magazini sotib olish hammaga ham emas, to'g'risini aytsam. Juda ham omadli narsa-da bu. U to'g'ri aytyapti. Men ham sotib olishga harakat qilib ko'raman agar pulim bo'lsa. Mayli, lekin sizlarga qaranglar, yaxshi imkoniyat beraman. Sotib olishga albatta harakat qilinglar. Bo'lmasa, bolalar, boshqa odam chiqib olsa sotib olaman. Короче, men hozir kalamga bir fikr kelib qoldi. Menga o'shani kreditga berib tura olmaysanmi? To'g'risi, kredit olib to'lasam bo'larmikan senga? Yoki bunday qilsak chekkaga kelishamiz. Sen menga hozir uni berasan, men esa senga oymoy uni pulini to'layman. Oymoy? Lekin yomon fikr emas, bolalar. Oymoy. Xo'p, mayli, men roziman. Mana haqiqiy savdolashma bunday bo'pti. Jennersen, sen uni men ertachiroq bu fikrni o'ylab topishim kerak edi aslida.
Mayli endi ulgurolmay qolding. Men bunga sotib bo'ldim endi. Mayli. Viktorga men do'stim bo'ladi. Mayli birga ishlasanglar ham bo'lar ekan. Короче, do'kon senga sotildi. Mana olishing mumkin. Qo'l berishib qo'yaylik. Bo'ldi, do'konni olgani uchun rahmat. Masa keyinroq oylardan so'ng o'zing pul to'lashni boshlaysan. Короче, hammaga xayr. Men ketdim. Oppa do'stlarim, do'konni ham sotib oling mana. Do'stlarim, bunday oson bo'ladi o'yladim. Yo'q, g'alati bo'lyapti-ya do'stlarim. Osongina sotyapman hamma narsani. Bu lekin meni foydamga do'stlarim bu. Do'kon sotildi. Ish yopildi. Endi esa biznes ochaman. Do'kondan borib narsalarni olib kelishim kerak. Yig'ishtirib. Ichidagi jihozlar bilan birga unga sotgan ekanman. Xo'p, bu meni mashinamning kaliti. Bu yerdan albatta narsalarni olaman. Buni ham. Bu ключni bilmadim. Bu ham qolursin pulim va ovqat yo'li. Jinsi yomg'ir qo'yardim. Aytmoqchi, bugun kam yomg'ir yog'adi do'stlarim. Hozir ketaman. Короче, ovqatimni ham yeb olay, bolalar. Qani buni ham. Qani endi esa sho'rvani ichamiz. Masa. Endi esa men bu olma sharbatini ichsam, qani. Masa. Rohatning o'zi do'stlarim. Mayli. Bo'lmasa laptopimni olib ketaman bu yerdan. Xo'p, oldim. Soat esa bu yerda turadi. Yo'q, soat o'zimniki-ku. Pullarni ham olib olaman. Buncha pulni kistamga qanday sig'dirsam ekan? Mayli, bir boshdan olib chiqaman. Короче, bolalar, mana hamma narsani oldim. Endi esa men bu idishlarni bu yerga qo'yib ketamiz. Menga kerak yo'q chunki. Короче, ana bola ham hozir kelib qolsa kerak. Xo'p, hamma narsani oldim. Mana bular ham gaplashyapti. Короче, do'stlarim, mana do'kon ham yopildi. Do'konni ham sotib oldik. Bo'lmasa endi bosh og'riqdan qutulman. Militsiyaga xabar beray masa. Militsiyachi aka, sizga gapim bor edi. Bemalol gapirishing mumkin. Xo'sh, do'kondan qutuldingmi? Nima bo'ldi? Do'kon shu yopildi. Mayli, bo'lmasa boshing ham muammodan chiqadigan bo'libdi-da. To'g'ri aytasiz. Men seni ogohlantirdim, mayli. Sen ham o'zi narsalaringni sotib olding, mayli. Senga kelasi ishlaring omad tilayman. Mayli, xayr bo'pti. Sizga ham sog'lig'ingiz salomat bo'lsin. G'alati gapiryapman. Xullas, Steve yana men sen oldinga keldim. Do'stim, endi birga shiyga o'tiramiz. Voy, Aragon, juda ham zo'r bo'ldi, o'zi ichim qiziyotgandi. Mayli, bironta ovqat yeysanmi? Nima ovqatlaring bor, pulim bor. Pulga mayli, men endi yaqin do'stimiz-ku, men senga pulga sotishim shart emas. Nima xohlasang qilib berishim mumkin. Mayli, bir pizza o'rlik qilaylik shu bugun. Davay, nima desang shu. Mana senga bitta pizza, o'zimga esa bor. Mayli, qani bechi. Steve bugun mazza qilar ekanmiz-da, do'stlarim qaranglar, pizzachan qaranglar, bir yeb olaylik. Mazza qilib yeb olsam. Xo'p, qani, keyinroq yeyman, mayli. Bo'lmasa bu pizza bo'lakka bo'lsam bo'larmikan? Pichoq kerak ekan do'stlarim, 6 ta bo'lakka bo'lishim uchun. Steve, mana shuni menga bo'lakka bo'lib ber. Mayli, bo'lakka bo'lib berarsan. Keyinroq yeymiz do'stlarim, bo'lmasa xayrlashib qo'yay. Короче, bolalar, mana sizlar bilan videomiz ham o'z oxiriga yetdi. Hammaga rahmat videoni oxirigacha ko'rganlaring uchun. Mana ko'p narsalarni boshdan kechirdik, do'konni sotdik, Steve bilan yashayapman endi. Kelasi videolarimiz chiqishi uchun albatta like bosib qo'yinglar videoga, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Kelasi videoda mayli bitta uy olib, bitta yaxshiroq ishga kiraman-da. O'shanga ishlayveraman do'stlar. To'g'risini aytsam, yakka ishlash yoqmay ekan. Birontani qo'l ostida ishlash menimcha xavfsizroq. Shuning uchun mayli do'stlar, hammaga xayr, salomat bo'ling.
Keyingi videolarımizda ko'rishguncha salomat bo'ling. Xayr.